Rasululloh nima deyaptilar qarang. Kimki folbinga borsa, folbin fol ochsa, senga unaqa bo'ladi, ertaga bunaqa bo'lasan, bunaqa bo'lasan degan folbin deydi. Odamlarim bor deyshadi-ku. Og'zingizdan bir narsalar olib beradi, bir balo. Hammasi gunoh bu. Rasululloh nima deyapti? Kim shularga borsa, o'sha folbinning gapiga ishonsa, haqiqatan folbin topdi bu. Velosipedi yo'qolib qolsa ham boraveradi folbinga. Topib bermaydi. Chunki folbinlarning o'zini qarang. Agar yolg'onchida folbinlar, agar rostgo'y bo'lsa folbin birinchidan ba'zi bir joylarda xazinalar bor, ko'milgan, hech kim bilmaydi. Nima topa olmaydi bu? Folbin topsa borib topib o'sha xazinani olib boy bo'lib ketadi-yu. Folbinlar bechara yashaydi. Borsangiz voy uylari ham bir g'alati bo'ladi, bir befayz, bir g'alati odamlar bo'ladi folbinlar. Yuzi ham bir sovuq. Shularga nimaga bor? Xotinlar boraveradi, pul ham beraveradi. Rasululloh aytibdilar, kim o'shani gapiga ishonsa, Qur'onga kofir bo'libdi, dindan chiqibdi dedilar Rasululloh. Kim folbinning gapiga ishonsa, dindan chiqadi. Folbin agar namoz o'qisa ham, fol ochsa, u kofir hisoblanadi. O'zi namoz o'qiydi deb qo'yishadi bir xil. Tasbih ushab oladi. Musulmon emas u. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldilariga bittasi keldi. "Yo Rasululloh, qo'limda nima bor?" dedi. Unda san ushab. "Men payg'ambarman, folbin emasman" dedilar. "Men qat'iy bilmasan qo'yingda nima borligini" dedilar. Ko'rdinglarmi? Men ham bilmayman, ertaga nima bo'lishini men ham bilmayman dedilar. Payg'ambar bilmasa, u bir fosiq biladimi u? Ayollar navbat turishadi. Pul berishadi. Folbinga borib aytsin, bitta fol ochib qo'ying, lekin men sizga pul bermayman deng, va ishingni qil deydi. Uni yana ular yomon, 7 marta kelasan deydi. 70 ming bo'ladi, 10 mingdan bersangiz. Yolg'onchilar ular.